Eshitgan bo'lsanglar kerak, yosh katta insonlar hech qachon hech kimga umid bermagin, umidlantirib qo'yma degan gapni. Bitta gap tushuntirmoqchiman hozir. Xullas, bitta podshoh bo'ladi. Safardan kelayotganda darvozani oldida bitta askar turadi. Juda ham qattiq qish bo'ladi. Askar qimillashga ham hojat qolmagan, muzlab qoladigan darajada bo'ladi. O'sha podshoh ko'rib turib, "Yur mani chodirimga" deydi. Chodir как это hovli. "Yur mani chodirimga, men senga ustingga ko'rpa beraman" deydi. O'rinadigan. Bemalol turasan deydi. "Xo'p" deydi. O'sha askar billa o'sha podshoh bilan kiradi-da, podshoh o'sha o'zini chodiriga, ya'ni uyga kirgandan keyin kanizaklari bilan o'sha ayollar bilan chalg'ib esdan chiqib qoladi va ertalab bo'ladi. Ertalab shunda chiqqanda askar qo'lini kesib devorga yozadi. "Meni sovuq o'ldirmadi. Meni sizni gapirgan, umid bergan shu ko'rpa meni o'ldirdi" deydi. Nima demoqchiman? Insonga uylanaman, turmushga chiqaman sizga deb turib, bor fikrini, bor xayolini olib turib, lekin uni yarim yo'lda tashlab ketish yoki shunchaki esdan chiqarib yuborish o'sha insonni o'ldiradi. To'g'ri, yashashi mumkin, o'zini o'zi o'ldiradigan kam bo'ladi, yashashi mumkin, lekin bundan keyingi hayoti juda ham zerikarli bo'ladi. Hech kim o'ziga yaqin olmaydi. Hech kimga umid berma. Imkon berib ko'r.